بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Azizlar, so'zimni boshida barchalaringni bugungi muborak Sha'bon oyining baroat kechalari bilan muborakbod etaman. Chunki bu oyning eng ulug' kechalari, duolar qabul bo'ladigan kecha, istig'forlar, ofiyatlar yog'ilib turadigan kecha, Alloh taoloning rahmatlari, mag'firatlari tinmasdan nozil bo'lib turadigan kechada sizlar bilan didorlashib turmoqligimdan nihoyatda mamnunman. Azizlar, yana bu uchrashuvimizni boisi asosan biz yangi bir ijtimoiy tarmoqni ishga tushirishlik arafasidamiz. Inshaalloh Alloh taolodan umidvor bo'lib turibmizki, bugun tunda aynan baroat kechasida o'zimizni ummat.uz degan ijtimoiy tarmog'imizni boshlanishlik arafasida Alloh taolodan albatta mana shunday ulug' kechalarda, duolar qabul bo'ladigan kechalarda ishimizni boshlayotganligidan biz nihoyatda xursandmiz. Alloh taolo aynan shu tunga va mana shunday oyning muborak kechalariga bu ishimizni boshlanishligini muvaffaq qilganligi uchun Allohning o'ziga beadad hamd va sanolarimizni aytamiz. Azizlar, ummat.uz degan tarmog'imizni boshlar ekanmiz. Albatta, nima uchun bu nomni tanladik? Buni ham o'ziga yarasha boisi bor. Nima uchun aynan bugun shu ishlarni boshlab turibmiz? Buni ham albatta o'ziga yarasha hikmati bor, boisi bor. Avvalo, ummat deb ataganligimizni sababiga keladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning Ali Imron surasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallohul azim. Sizlardan yaxshilikka chaqiradigan, amru ma'ruf va nahy munkar qiladigan bir ummat bo'lsin. Ana o'shalar ular najot topguvchilardir, deydi Alloh taolo. Azizlar, haqiqatan ham bir ummat, ya'ni bir qavm, bir jamoa bo'lsinki, doimo u mo'min musulmonlarni yaxshilikka chaqirib tursin. Yaxshilikka chaqirishlik bilan birgalikda amru ma'ruf va nahy munkar qilib tursin. Va albatta shular najot topguvchilardir. Odatda qaysiki bir jamiyatda yaxshilikka chaqirib turguvchilar bo'lsa, o'sha jamiyat gullab yashnaydi. Agar yaxshilikka chaqirib turguvchilar bo'lsa, shu jamiyatda yomonliklarga sekin-sekin barham beriladi. Agar yaxshilikka chaqirib turguvchilar bo'ladigan bo'lsa, yomonlikka chaqiradiganlarni, yomonlikka tashviqot va targ'ibot qiladiganlarni, yomonlikni tarqatadiganlarni sekin-sekin tomiriga bolta uriladi, jamiyatda ularning ta'siri zaiflashib boradi, balki mutlaqo barham topishligi ham erishishlik mumkin bo'ladi. Yaxshilikka chaqiriladigan jamiyatda nafaqat jismoniy amaliy jinoyatlar, balki ma'naviy jinoyatlarga ham barham beriladi. Yaxshilikka chaqirilayotgan toifalari, jamoasi, ummati bor bo'lgan jamiyatda inshaalloh baraka bo'ladi, tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalik bo'ladi. Shu o'rinda yaxshilikning o'zini nima ekanligini ham aytib o'tmoqligimiz kerak. Yaxshilikni bizga o'xshagan insonlar belgilamaydi, balki bizning shariatimiz bo'yicha yaxshilik nima-yu, yomonlik nima ekanligini shariatning o'zi Alloh taolo belgilab beradi. Buni bilishlik uchun biz Qur'oni Karim yoki hadisi shariflarga murojaat qiladigan bo'lsak, shar'an olib qaraydigan bo'lsak, nima shariatimiz bo'yicha yaxshi bo'lsa, shu biz uchun yaxshi. Va nima yomon deb belgilangan bo'lsa, ana shu narsa yomon bo'ladi. Demak, azizlar, biz ummat.uz deb ochishlikdan asosiy ko'zlagan maqsadimiz ham jamiyatimizda yaxshilikni tarqatishlik, jamiyatimizda xayr va barakani ko'paytirishga o'z hissamizni qo'shmoqlik, jamiyatimizdagi tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalikni barqaror bo'lmoqligiga ozgina bo'lsa-da hissamizni qo'shmoqlik. Qolaversa,
Jamiyatimizda har xil porakandachilik, ayirmachilik, firqavozlik, guruhbozliklarga xizmat qilayotgan ba'zi bir insonlarni ta'sirini yo'qotishlik yoki xorijdan turib, chetdan turib bizning yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikni ko'ra olmaydigan va bunga rahna soladigan mo'min musulmonlarning birliklarini, ularni jamoaviy bo'lib yashashliklarini, ularni bir-birlarini doimo qo'llab-quvvatlab turishliklariga rahna solib, buni ko'ra olmasdan fitna urug'ini sepadigan jamoalarga qarshi kurashmoqlik. Ularni chet eldan turib yuborayotgan tashviqot va targ'ibotlarga qarshi kurashishlik, ilojini boricha xalqimizni, mo'min musulmonlarni birlikka da'vat qilishlik, ularning birligini, yakdilligini saqlab qolmoqlikka hissa qo'shishlikdir. Qolaversa bu joyda azizlar mana shu oyati karimada amru ma'ruf va nahy munkar qiladigan bir ummat bo'lsin deyildi. Shundan kelib chiqib ulamolarimiz aytadilarki, demak har bir mo'min musulmon uchun amru ma'ruf va nahy munkar qilishlik farzdir. Hech qaysi bir ummatda, hech qaysi bir din vakillarida yoki hech qaysi bir guruh jamoada bu darajada amru ma'ruf va nahy munkar qilishlik farz darajasiga ko'tarilmagan. Yolg'izgina biz ummatlar, ya'ni mo'min musulmonlarda nafaqat bir jamoa yoki bir ahli ilmlar yoki imom xatiblar, balki har bir mo'min musulmon qo'lidan kelganicha amru ma'ruf va nahy munkar qilmoqligi farz bo'ladi. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis shariflari bilan ham quvvatlab keltirmoqligimiz mumkin. Imom Muslim rahimahulloh rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytganlar: agar sizlardan qaysi birlaring bir munkar ishni ko'radigan bo'lsalaring, avvalo qo'llaring bilan uni qaytaringlar. Agar qodir bo'la olmasalaring, tillaring bilan qaytaringlar. Agar unga ham qodir bo'la olmasalaring, dillaring bilan qaytaringlar va bu iymonning eng zaifidir dedilar. Mana azizlar, shunga binoan har bir mo'min musulmon o'zi ko'rgan bo'lsa va shuni yomon ish ekanligini bilsa, ilojini boricha avvalo qo'li bilan, undan so'ngra tili bilan, agar unga imkoniyati bo'lmasa, dili bilan bo'lsa-da, shu qilinayotgan ishni yomon ko'rib turishligi, unga qarshi o'zini fikrini bildirishligi uning mo'min musulmonchilik burchlaridan biri bo'ladi. Mana shunda inshaalloh jamiyatda borib har xil jinoyatlarga, gunoh ma'siyatlarga, har xil fitna fasodlarga barham beriladi. Agar bordi ba'zi birlarning maqollaridek har kim o'zini bilsin deyishlik kerak bo'ladi bo'lsa va shunga amal qilib hayot kechiradigan bo'lsa, jamiyatda umuman tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik barqaror bo'lmaydi. Chunki har kim o'zini bilsin degani bu hech kimni bir-biri bilan ishi bo'lmasin. Birov-birovni yaxshilikka ham chaqirmasin, yomonlikdan ham qaytarmasin, balki o'zini manfaatini ko'zlasin xolos. O'zi tinchmi? Bo'ldi, boshqalar bilan ishi bo'lmasin degan qabildagi bu maqoldir. Bu esa bizning dinimizga, bizning e'tiqodimizga, bizning tushunchamizga, qolaversa bizning milliyligimizga, qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizga umuman to'g'ri kelmaydigan naqldir. Azizlar, alhamdulillah biz mana ummat.uz degan tarmog'imizni bugun inshaalloh ishga tushirayotgan ekanmiz. Biz Alloh taolaga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramizki, katta umidlarimiz bor, chunki bugun baroat kechasi. Baroat kechasida esa Alloh taolo dunyo osmoniga tushib bandalarga xitob qilib turadigan kecha, duolar qabul bo'ladigan kecha, istaklar ro'yobga chiqadigan kecha, orzu havaslar Allohdan so'raladigan hamma ishlar inshaalloh so'rovchining ixlos, e'tiqodi, muhabbatiga qarab ro'yobga chiqadigan bir kecha. Shunday kechada biz umid qilamizki, bizning boshlagan bu xayrli ishimizni natijasi barakotli bo'lsin. Oxiri yanada baxayr bo'lsin. Nafaqat bizni o'zimizni, O'zbekistonimizning xalqimiz, yurtimiz farzandlari uchun, balki butun dunyo mo'min musulmonlari uchun dunyo va oxirat manfaatlarini keltiradigan ishlardan bo'lib qolmoqligini shunday ulug' kechalarda Allohdan iltijolar qilib qolamiz. Va ana azizlar, istagimiz shuki, shunday ulug' kechalarda har birlaringning xonadonlaringga Alloh subhanahu va taolo o'zining barakotlarini yog'dirsin, o'zining xayriyatlarini nozil qilsin. Hammalaringni mana shunday ulug' kechalarda istak va tilaklaringni Alloh taolo qabul aylab, o'zlaring istaganlaringdan ko'ra ham yaxshiroq natijalar bilan ko'ngillaring va ko'zlaringni quvontirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.